u yerda nima qilyapsan? Bo'sh xonadonni ta'mirlayotgan edim. Ish tartibing qanday? Qonun bo'yicha barcha ishlar tongi 8 dan kechki 6 gacha qilinadi. Agar biron narsangizni tuzatish... Hech narsamni tuzatish kerak emas. O'sha irlandiyalik uyni egasiga aytib qo'y. Agar ijara haqqini oshiradigan bo'lsa, shikoyat qilishim mumkin. Ko'p xonim, janob Barker menga uyni sotayotganida hammasini tushuntirgan edi. Bu uy oq tanlilar uchun. Sen uni sotib ola olmaysan. Bernard Garaldmisiz? Ha, menman, nima gap? Ustingizdan shikoyat tushdi. 2A xonadonidagi Cooper xonimga bu yerda ishlashingiz yoqmayotgan ekan. Nima uchun? Aytishchi, o'zingizni xo'jayin deb tanishtiribsiz. Uyni xo'jayini menman, ofitser. Barcha hujjatlar idorada saqlanadi. Ammo o'zim bilan nusxasini olib yuraman. Menimcha soxta emas. Ha, shunaqaga o'xshayapti. Xonadon egalarini hurmat qiling. Xo'p, ofitser. Onangizga yangi uy yoqadi degan umiddaman. Albatta yoqadi.